Navruz kelibon jumlay jahon nozlana nozlana nozlanajakdir. Oftob uzitib asta sekin yozlana yozlana yozlanajakdir. Navruz kelibon jumlay jahon nozlana nozlana nozlanajakdir. Oftob uzitib asta sekin yozlana yozlana yozlanajakdir. Biz bütün mahalla xodimlari mana shu xalqimizni umumxalq Navruz bayrami bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ularga sog'lik tilaymiz, uzoq umr tilaymiz. Har doim mana shu mahallani ishlarida faol qatnashishga biz chaqiramiz hammasini. Sog'lik bo'lsin. Hammaga bayram muborak. Bayram muborak. Bayram muborak. Hammaga bayram muborak. Aziz paxtachiliklar, bugungi Navro'zi ayyom muborak bo'lsin. Paxtachimiz kundan kunga yuksalaversin. Tibbiyotimiz ham shu jumladan yuksalaversin. Hammaga men Navro'z ayyomida sog'lik, salomatlik, tinchlik, totuvlik, farovonlik tilab qolaman. Farovonlik deganda paxtachi tibbiyotini aytmasam bo'lmaydi. Keyingi 4-5 yildagi katta o'zgarish Ziyovuddin shaharchamizda qanchalar bo'lganini xalq ko'rib turgan bo'lsa, paxtachi tibbiyotida bo'lgan o'zgarishlarni xalqimiz maqtab, olqishlab kutib olyapti. Chunki paxtachi tibbiyotini, binolarini, tashqi tomonlarini, bog'larini o'zlashtirish, o'zgartirish, obodonlashtirish, hamma binolarni ichini yangitdan qaytadan zamonaviy tipga keltirib chiqishni o'zi bo'lgani yo'q. Buning uchun paxtachi tumanimiz rahbarlari, tibbiyot xodimlari, shu jumladan Ulug'bek O'ktamovich xizmatini aytmasam bo'lmaydi. Chunki u kishini kelganlaridan buyon qadamlari yoqdi. Qadamlari qutlug' keldi. Chunki paxtachi tibbiyotimizda emizkita apparatlari keltirildi. Lor kombaynlar keltirildi. Jarrohlik uchun qancha yangi asbob anjomlar keltirildi. Xalqimiz bundan xursand, shod, eng og'ir dardlariga shifo topib ketyapti. Bugungi kunda salomatlikni asrash qiyin vaziyat bo'ldi. Sababi nima? Ekologiya buzilishi, suvlar ifloslanishi, havo ifloslanishi. Bular hammasi kasalliklarni kechishini og'irlashtiryapti. Mana shunda shifokorlarimiz bellarini mahkam bog'lab, tibbiyotimiz Paxtachi tuman tibbiy birlashmasi xalqni xizmatida. Tibbiyotda tez yordam xizmati alohida, xirurgiya xizmati alohida. Shu bilan birga oila poliklinikalar, oila shifokorlik punktlari. Hozirgi kunda hamshiralarimizni ham uylarida yurib, xalqni uyma-uy yurib, har bitta xonadon shunday xursand. Hozir hammasi davralarda, iftorlarda bo'layapmiz. U yerlardagi gaplar shundayki, o'zgarib ketdi tibbiyot. Uyga kelyapti hamshiralar. Uyga kelib menga bundoq qildi, bundoq amaliyot o'tkazdi, qon tekshirib qo'ydi, ikkiga qildi. Mana shu narsalarni hammasini
boshqarib turgan rahbarlarimizdan, paxtachi tibbiyotini boshqarib turgan hokimlarimizdan, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmalaridan deb o'ylayman. Xalqni, shu jumladan tibbiyot xodimlarini, Ulug'bek O'ktamovich boshchiligidagi katta armiya komandasini, Muhabbatjon boshchiligidagi katta hamshiralar komandasini bugungi ayyom bilan qutlayman. Har doim mana shu bahoriy kayfiyat, mana shu xonadagi chiroyli holat umrlarida koshona bu bir umrga qolsin. Navruz qadam ranjida qilibdi, o'zini barakasini, omadlarni, yaxshiliklarni, mehr oqibatlarni qoldirib ketsin. Tibbiy xodimlarning ishi juda qiyin. Men har doim aytganman, tibbiyot nonini yeyish uchun temirdan tish, po'latdan tirnoq kerak. Chunki bugungi kundagi kasalliklarni hech aniqlashtirib olib, diagnostika qilish biz vrachlarga ham katta murakkablik tug'diryapti. Lekin shu jarayonda o'sish ham katta. Hammasi mana IT hamshiralari, demet tizimlari yo'lga tushyapti. Bulardan men hammamizga omad tilayman. Xalqimiz tibbiyotida zabardast bo'laylik. Paxtachini shon-u shuhratini ko'klarga ko'taraylik. Rahmat, sog' bo'lingizlar. Assalomu alaykum. Hurmatli paxtachiliklar. Men Muhabbat Olimovna, Paxtachi tuman tibbiyot birlashmasining bosh hamshirasiman. Bugungi Navruz ayyomi bilan barcha paxtachiliklarni muborakbod etaman. Bu Navruz ayyomi bizni tibbiyotimizga ham yangicha shukuhlar bag'ishladi. Tibbiyotimizning hamshiralari mana bugungi bayramda shunday chiroyli dasturxonlar bezab, milliy taomlarimizni barcha katta hamshiralarimiz bilan birgalikda namoyish etdik. Bu bayram bizni tibbiyotimizdagi hamshiralarimizni go'zal bo'lib ochilib, milliy kiyimlarimizni kiyib, yayrab, bayram kayfiyatimizni ko'tarib yubordi. Barcha tibbiyotchilar nomidan paxtachi xalqimizni muborakbod etamiz. Bizni jamoamizni inoqligi, bizni jamoamizning birdamligi bilan har doim paxtachini Navruz bayramida birinchi o'rinda olib, g'oliblikni qo'lga kiritmoqchimiz va nasib bo'lsa kiritamiz. Oftob uzitib asta-sekin yozlanajakdir. Navruz kelibon jumlay jahon nozlanajakdir. Oftob uzitib asta-sekin Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Mana bugun 18-mart Andijon paxtachi tumanimizda Navruz bayrami shukuhi yangilanish yosharish bayramiga qizg'in tayyorgarlik bo'lyapti. Mana shu bizning 59 ta mahalla reislari birgalikda mana shunday chiroyli tayyorgarlik ko'rganmiz. Xudo xolsa bayramlarimiz doimiy abadiy davom etsin. Ertadan keyin 20-kuni bizning Jung mahallamizda ham qariyb 5000 aholi birgalikda Navruz bayramini nishonlaydi. Hammani taklif qilaman. Assalomu alaykum. Paxtachi tumanida Navruz bayrami bo'lyapti. Bu bayram bilan hamma tumandoshlarimni tabriklayman. Ishlariga muvaffaqiyat, sog'lik, salomatlik tilayman. Bahor bayrami, har holda uyg'onish, yasharish, yangilanish bayrami bilan har bugun 59 ta mahalla yaxshi tadbirlarda ishtirok etib, qatnashayapmiz. Rahmat. Mana bugun Paxtachi tumani markaziy o'yingohida respublikamiz barcha jabhalarni nishonlanayotgan Navruz bayrami nishonlanmoqda. Bizning jamoamiz ham Paxtachi poliklinika jamoasi ham Navruz bayramiga tayyorgarlik bilan yuqori kayfiyatda qatnashamiz. Navruz bayramida milliylikni aks etgan holatda tadbirlar bo'lyapti. Har bir ta'lim muassasasida, har bir mahallada, har bir tashkilotda bo'lganiga ham tumanimizda ham markaziy o'yingohda yuqori kayfiyatda o'tkazilyapti. Mana ta'limda san'atkorlar tashkil qilyapti. Biz bunga minnatdormiz. Kayfiyatimiz yuqori. Hammalaringizni Navruz bayrami bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Biz ayni damda Paxtachi tumanimizda Navruz bayramini ko'tarinki kayfiyatda nishonlamoqdamiz. Barcha o'lkamiz aholisiga Navruz olam muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Yurtdoshlar, mana bugun tumanimizda Paxtachi tumanida Navruz ayyomi
Navruz bu yangi yilning boshlanishi, qadimiy bayramlarimizdan biri hisoblanadi. Bu bayram asosan Iron, Afg'oniston, Markaziy Osiyo davlatlarida nishonlanadi. Dunyoda O'zbekistonda ham bu bayram nafaqat yangi yilning boshlanishi, xayr-saxovat, yasharish, yangilanish bayrami hisoblanadi. Shu munosabat bilan biz O'zbekistonning politika jamoasi mana shu yangilanish bayrami bilan tabriklaymiz. Hayajonda kutib oldik bahorni, ko'zlarida sevinch, qalblarda nahorni. Yonib yonib dillarda sevinchlar, qalblarda shirin shirin xayollar. Quyoshdan go'zal nurlar sochlar, bog'larimda ochildi gullar. Paxtachi tumanida butun O'zbekiston Respublikasida bo'lgani kabi Navruz bayramini nishonlash tantanalari boshlanib davom etmoqda. Mana shu tantanada Paxtachi tuman tadbirkor hunarmandlar uyushmasining ham juda katta o'rni va hissasi bor. Bundan tashqari bizning hunarmand ayollarimizda Yo'ldosh Nozik opa do'stlik ordeni sohibasi va 2025-yilda Paxtachi tumani uchun juda katta bir e'tirof bo'ldiki, bu ham bo'lsa shuhrat medal sohibasi ham chiqdi. Bu shuhrat medal sohibasi bo'lishiga sabab o'z yonlarida ko'p ming sonli kitob qilib mahallaga kutubxona tashkil etganligi uchun shunday bo'ldi. Bizning hunarmand uyushmamizning rahbari Iskandarbek mana qator yillardan buyon, jumladan 2024-yilda ham viloyatimizda hunarmandlar tomonidan tashkil etilgan barcha tanlovlarda a'lo darajada qatnashib keldi. Rahmat.
el xizmati davlat muassasasida kadr bo'lib ishlayman. Barchangizni kirib kelayotgan Navro'z ayyom bilan tashkilotimiz nomidan tabriklayman. Momojonim aytdilar, turnalar pastlab pishsa, arzonchilik bo'larkan. Qanday o'yin o'ynaymiz? To'p-tayoqni o'ynaymiz. Bolajon folklor jamoasiga olqishlaringiz. Marhamat, davom etamiz. Endigi navbatimizda yana bir jajji mehmonlarimizdan paxta Dala dashning
hayrona hayrona ko'chada uni sarvi xurammon qosh qoqdi yo'q etdi nogoh ko'rinib ko'chada uni sarvi xurammon qosh qoqdi yo'q etdi qosh uchida ibo qo'libon jubbasilar zon bir boqdi yo'q etdi uni shohi pari ko'zlari ofat so'zi otash hay hayni javohir bir sheva qilib etdi mani o'ziga hayron kush yoqdi yu ketdi bir sheva qilib etdi mani o'ziga hayron kush yoqdi yu ketdi bir vaqti yu ketdi o't yoqdi yu ketdi hay hayni javohir kush yoqdi yu ketdi bir vaqti yu ketdi o't yoqdi yu ketdi hay hayni javohir kush yoqdi yu ketdi
Yangi san'atga sozimiz. Suma
o'zimiz. Yerni boqqanni boqar. Yorug' bo'lsin yuzimiz. Belimizda bor belbog'. Xirmonimiz bo'lsin tog'. Birlashgan doim g'olib. Yarataylik go'zal bog'. Beshikdan sahroga uloqqan yo'llar, qilichmas ketmonga uzangan qo'llar, tuproqdan yo'langasi maydon xok, niyat bilan don uzoq qilsin qahringdan. Otajon, suv keltirdim. Quvvat bo'lsin tanga jon. Suv bu faqat tanga emas, borliqqa berarkan jon. Qani jomg'ur joqsaydi, dasturxonda to'lar non. Yomg'ir yog'dir ko'l bo'lsin, yeru jahon ho'l bo'lsin, maysalar quloq yoysin, suti qatiq mo'l bo'lsin. Jon havojon, jonlar ber olamning tuprog'iga. Changlar bosib ketdi-yu otamning qalpog'iga. Jav jav javog'ay, jav jav javog'ay, jav jav javog'ay, jav jav javog'ay. Jonlar ber xudoning to'prog'iga, chaynar bosib ketdi-yu otamning qalpog'iga. Jav havojon jonlar ber xudoning to'prog'iga, chaynar bosib ketdi-yu otamning qalpog'iga. Ketdi bizning tekkanim, bolamni boshiga jam, ro'molini chibetib, yenamni boshiga jam. Ketdi bizning tekkanim, bolamni boshiga jam, ro'molini chibetib, yenamni boshiga jam. Jav jav javog'ay, jav jav javog'ay, jav jav javog'ay, jav jav javog'ay.
havajan çayrasin, şıppan çoluk çaylası, tona baksın raşığa, paxtachini dayrasi. Çan havajan çayrasın, şıppan çoluk çaylası, tona baksın raşığa, paxtachini dayrasi. Çao çao cevabı, 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 çao çao cevabı. Jo'ng'ir jo'g'di jerimga, Navruz keldi elimga. Bayram tabrigi so'z Paxtachi tumani hokimi Xushbaqov Qayum Norbekovich. Assalomu alaykum. Men uchun eng qadrli bo'lgan hurmatli tumandoshlarim. Assalomu alaykum aziz onaxonlar, aziz otaxonlar, nuroniylar. Men sizlar orqali butun tumanimiz ahlini qadimiy sharqona bayramimiz bo'lmish Navro'zi olam bilan chil qalbimdan, chin yurakdan tabriklayman. Muborak va fayzli ro'za Ramazon oyida turkiy xalqlarning ulug' bayrami Navro'z ayyomini nishonlayotganimiz qalblarimizga qo'shaloq shukuh va zavq bermoqda. Nuroniy otaxon, onaxonlarimizga, aka-ukalarimizga, munis opa-singillarimizga, navqiron yoshlarimizga, xorijdagi tumandoshlarimizga, barchangizga o'zimning samimiy hurmat, ehtiromimni, barcha yaxshi ezgu niyatlarimni tilab qolaman. Mana yurtimizga quyoshli havolar kelib, hammamiz orzu qilib, sog'inib kutgan yangilanish, yasharish bayrami, Navro'z bayrami, Navro'zi olam kirib keldi. Buyuk Alisher Navoiy bobomiz aytganlaridek, har kuningiz Navro'z bo'lsin. Bu tilaklarning tagida chuqur ma'no, chuqur mazmun yotganimiz har birimiz bilamiz. Chunki keksalarga hurmat, kichiklarga izzatda bo'lish, yordam va ehtiyojmandlarga ko'mak berish, ehtiyojmandlarni qo'llab-quvvatlash, bemorlar dardiga darmon bo'lish xalqimizga xos savobli amallardan biridir. Aynan bugungi Navro'z tadbirlarimiz arafasida o'sha Ramazon oyi munosabati bilan bir vaqtga to'g'ri kelganligi, ushbu tadbirlar davomida saxovatpesha insonlarimiz, tadbirkorlarimiz, fuqarolarimiz tomonidan yuqorida aytib o'tilgan ehtiyojmandlarga, yordamga muhtoj fuqarolarga ko'rsatilayotgan savobli amallar uchun ularga alohida minnatdorchilik bildiraman. Mehnatkash xalqimiz bilan birga ezgu maqsadlarimiz, katta rejalarimizni mana bugungi yangi yil Navro'z bayramidan boshlab yangi kuch, g'ayrat va shijoat bilan davom ettiramiz. Hurmatli tumandoshlar, hurmatli vatandoshlarim, aziz opajonlarim, onaxonlarimiz, otaxonlarimiz. Mana ko'pchilik bugungi tadbirda tumanimiz bilan men o'zim birinchi marta sizlar bilan uchrashib, bevosita muloqotga chiqib, bayram arafasida, Ramazon oyi arafasida chiqib, sizlar bilan birinchi marta uchrashib, munosabatda bo'lib turibman. Tumanimizda men ham shu yerda farzandiman. Avvalambor tumanimizda so'nggi 5 yillik 7 yilliklar yurtboshimiz tashabbuslari bilan, viloyat tuman rahbariyati tashabbuslari bilan ulkan bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Buni siz hammangiz mendan ko'ra juda yaxshi bilasizlar. Men ham mana shu yangi tumanga yangi hokim bo'lib kelib, nuroniylarimiz o'tiribdi, oqsoqollarimiz o'tiribdi, onaxonlarimiz o'tiribdi. O'shalarning duolari bilan birgalikda bugungi kayfiyatni yil davomida, umrimizni, hayotimiz davomida davom ettirib, bugungi kayfiyatda davom ettirib, oldimizga qo'ygan yuksak maqsadlarimiz bor, marralarimiz bor. Ishsizlikni ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, aholi xonadonlaridan samarali foydalanish. Mana birinchi bosqichda
tumanimizdagi 7 ta mahallada og'ir suv ta'minoti mahallada bu ishlarni boshlab yubordik. Bu Navro'z bayramimiz, yangi yilimiz bilan Navro'z bayramimizda yangi yilimizni birinchi kunlarda amalga oshirayotgan sa'y harakatlarimiz. Shu fursatdan foydalanib kirib kelayotgan yangi yilimiz barchangizga fayzli, barakali bo'lsin. Ayniqsa qishloq xo'jaligi, Paxtachi tumanimiz qishloq xo'jaligi ixtisoslashgan tuman. 7000 gektardan ziyod paxta, 6000 gektardan ziyod g'alla maydonlarimizda bu yil hosil olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun albatta bu mehnatlar orqasida turadigan fermerlarimizga, qishloq xo'jalik xodimlariga, agronomlarga va suvchilarimizga barchalarining ishlariga omad tilayman. Avvalambor yurtimiz tinch, xalqimiz farovon bo'lsin. Men bugungi tadbir davomida tumanimizdagi bir boshidan boshlab jamoalar faoliyati bilan tanishib chiqdim. Barchasiga o'z samimiy niyatlarimni bildirdim. Bugungi Navro'z bayrami tadbirida ham mana shu yig'ilgan jamoa fuqarolarimiz hammalaringizga Navro'z bayramimiz muborak bo'lsin deyman. Allohim dehqonchiligimizga, chorvachiligimizga, bog'dorchiligimizga baraka bersin. Otaxonlarimiz, onaxonlarimiz bilan duolar qilsin. Oldimizda katta marralarga birgalikda erishamiz. Paxtachi tumani fuqarolari bu yurtda juda ko'p allomalar, ajoyib insonlar o'tgan. Mana yoshlarimiz bilan ham hozir tanishib yuksak marralar erishib kelyapti. Xuddi barcha sohada, xoh iqtisodiyot sohasi bo'lsin, ijtimoiy soha bo'lsin, madaniyat, ma'naviyat, sport, barcha sohada tumanimizda gullab yashnashiga, kelajakdagi yutuqlariga birgalikda men boshchilik xizmat qilamiz. Avvalambor buning uchun duoga qo'l cho'zgan otaxonlarimiz hammasiga katta o'zimni cheksiz samimiy minnatdorchiligimni bildiraman. Bugungi bayram yangi yilimiz sharqona, bugun birinchi kunimiz. Ushbu kunimizdagi kayfiyat yil davomida har birimizni jamoamizda, ishimizda, oilamizda hech qachon tark etmasin. Kelgusi yillarda ham shu yorug' kunlarga yetkazishni Alloh taoladan so'rab qolib, hammani yana bir marta Navro'z ayyom bilan muborak etaman. Hamisha sog' salomat bo'lingizlar. Albatta bugun dasturimiz keng miqyos dasturimiz tayyorlangan. Ushbu dasturdan birgalikda bahramand bo'lib, yaxshi kayfiyatda bo'lib dam olasizlar degan niyatdaman. Hamisha sog' bo'lingizlar, yuzlaringizda yil davomida bugungi kayfiyat tark etmasin, ishlaringiz omadini bersin. Hamisha sog' salomat bo'lingizlar. Rahmat kattasi. Rahmat, muborak bo'lsin. har on Navruzing muborak Ziyovuddin'im. Yangi islohotlar boshlandi go'zal. Hamma havasdadir yurti obodga, bir yoq issiqxona, bir yog'i go'zar. Navruz qutlug' kelsin Sultonobodga. Asrlar qarib
yotar yashirin. Qadim chashmasidan qolgan sirlari, shivangdan aylanay, tillaring shirin. Navruzing muborak, qarnob qirlari. Nuroniylar mehri misli bir quyosh, paxtachim bo'yida muncho gumorim, chiroying bamisli bo'stonga qiyos, Navruzga yetganing qulluq xumorim. Burqut cho'llarini gullatgan bayramga shoshilsin do'stu yoronlar, qalbingda iftixor, ko'nglingda viqor. Navruzing muborak, yo bu yovonlar. Misiyat yerlariga nur sochib seni qirguli, ammo baxtda qilar duoda. Moziy nurin sochgan ko'hna dalaga, ming yillik ulug'lik qadim abola. Xush kelding Navruzim Davus qalaga. Bog'lar barpo etdik niyatlar bilan, umidla boshlanar tongi nahori. Bunda yosh yalanglar aytishar o'lan, bunchalar go'zalsan boymat bahori. Qaldir och qanot, ul qoshi yoylik, bahor olib kelgan mujdalariday. Go'zalsan Navruz oy, naqshing chiroyli, xuddi kishtalaning kishtalariday. Oppoq orzularga cho'mar oqtepa, qizlarida hayo, yigitlarda burch, fayqishloq, guliston va qoratepa. Navruzing muborak, men tug'ilgan yurt, xushhavo tonglaring biram dilrabo. Navruzing muborak, paxtachi elim. Aziz yurtdoshlarim, qaddi baland paxtachiliklarim, siz azizlarni yana bir bor bahorning eng go'zal bayrami, uyg'onish fasli bo'lmish Navruz ayyomi bilan samimiy muborakbod etaman. Shunday ulug' kunlarda, mohi Ramazon pallasida biz aziz yurtdoshlarimiz siz bilan ulug' kunda, qo'shaloq bayramlar asnosida go'zal bahor ayyomlarini nishonlayotganimiz muborak bo'lsin. Elimiz, yurtimiz, jonday aziz paxtachimiz obod va farovon bo'lsin. Bayramingiz muborak. Oy
Seninle koşraylı dünyada görmedim ben seninle koşraylı yüreğim yarsı dertlerim ödersi sana engel ölmeydi bu sabrının varsı ben yüreğim yarsı dertlerim ödersi engel ölmeydi sana ki zabrının varsı Assalomu alaykum hammaga bayramlar muborak bo'lsin. Navro'zi ayyom bayramlari muborak bo'lsin barchaga. Ko'p bayramlarni ko'rishlik nasib qilsin. Hammangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Xudo xolasa bugun bayram konsert dasturi chiroyli bo'ladi. Albatta sizlar bilan birgalikda o'ynaymiz, maza qilamiz, bayram qilamiz, kayfiyatlarni ko'taramiz. Shu bayramlarni tashkil qilib turgan tashkilotchilarimiz bor bu yerda. Tuman hokimligi rahbarlarimizga albatta rahmat aytamiz. Bir chiroyli qarsaklar bilan olqishlab qo'ysak bo'ladi. Go'zal tadbirni mana chiroyli qilib tashkillashtirib turganlari uchun rahmat. Bizlarni ham taklif qilganlari uchun rahmat deymiz. Demak, hamma tayyor bo'lsa davraga chiqamiz. Hamma o'ynaydigan qo'shiqlarni, eng sho'x qo'shiqlarni ijro qilamiz. Onajonlarimiz ko'z tegmasin. Ancha chaqqon ekan. Birinchilardan bo'lib davraga chiqib raqslarni boshlab berdilar. Ko'z tegmasin. Yana taklif qilamiz. Yoshlar ham o'tirmaymiz. Hamma bugun bayram. Hammani davraga taklif qilamiz. O'yinlarni davom qildiramiz. Bir ichasim keldi anorlaringdan. Bir chiqasim keldi o'ynab xumorlarimdan. Qizlarimiz marhamat. Qani ketdik. Manam tushaman. Hammamiz o'ynaymiz. Qani o'yinlar Kiragen gün çağına, evine doymadan yanar dağına. Sevgili kiragen gün çağına, evine doymadan yanar dağına. Gün batar vaktinde girim ağına, gün batar vaktinde girim ağına. Çıkasım geldi analarımdan, çıkasım geldi kumarlarımdan. Çıkasım geldi analarımdan. Çıkasın geldi kumarlarına Çıkasın geldi analarından, çıkasın
çıkasım geldi humalarımdan, bir içesim geldi analarımdan, bir çıkasım geldi humalarımdan. Çıkasım geldi humalarımdan, çıkasım geldi analarımdan, çıkasım geldi humalarımdan. Yaşa! Gündüzle köylüğümü çala kaldırmam rezil nişan eter. Kele oynan nazlı bir kele oynan, devreni yandırıp bir kele oynan. Oynan nazlı bir kele oynan, nikir muhabbeti bir kele oynan. Ben oynayımız be! Akşam canım hadi sessiz yok bir yanım hadi. Bugün bana ver dedim, bugün git ver dedim. Terevşürüne geldim, terevşürüne geldim. Bugün cehletim öcünde kar burnunu ucundan. Şu gün cehletim öcünde kar burnunu ucundan. Küpemez üç gün içinde, küpemez üç gün içinde. Yarım şimşelik geldim, terevşürüne geldim. Yarım şimşelik geldim, terevşürüne geldim. Kar yağılar kapağından ya bir evde geberdim, terevşürüne geldim. Ya bir evde geberdim, terevşürüne geldim. Yaşa!
kalın külmesi Celbedeli oyuncu kız yakasını bölmesi Kars 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 vurun Devresin gülleti Tiz tiz kanı bulun Gözünüzü görsetim Kars 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 vurun Devresin gülleti Tiz tiz kanı bulun Gözünüzü görsetim Kayfiyatlar yaxshimi? Qanday qalay bo'lyapti? Yaxshimi? Qani qarsaylar hozir bo'lsin bilamiz qalay bo'layotgan. Ha shunaqa bo'lib tursin-da, biz ilhomimiz kelib yana aytaveramizki, qachon qancha desanglar. Demak, yana davom qilamiz. Endi ustozlar qo'shiqlaridan aytamiz. Bu yerda mana onaxonlarimiz so'rayaptilar, ustozlarning qo'shiqlaridan ijro qiling, biz chiqib bir maza qilib o'ynaylik deyaptilar. O'sha talablarni bajaramiz. Eng sho'x, eng o'ynaydigan qo'shiqlarni aytamiz. Onalarimizni yana davraga marhamat. Endi chiqib qarab. Navbat chaqirib. Çemenli emberi Kaysı mekan serveri Firuze yaptım seni Kaysı kanı gevheri Sana bende bulutlar Lalemde beri Öz insanın kalbime Gitme gözümden beri Kimini söyleyersen Söylememe yeteri Bana bir bak bak Bana bir bak bak Bana bir bak 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 Bana bir bak bak
sizniki ne kuylere sanmaz yigit kızniki bir aşık sevgisiga o'xshamas saodatli sadoqatli bizniki bir aşık sevgisiga o'xshamas saodatli sadoqatli bizniki Şevlemlerimiz bağlıdır Kumar kumar kangenimiz başkaca Yakıdır muhabbetin okudur İkimiz yangenimiz başkaca Oyna şevlemlerimiz bağlıdır Kumar kumar kangenimiz başkaca Selam yarım, yara kurban bu canım. Durdu aynı hala hara, gelmese selam yarım, yara kurban bu canım. Yara kurban bu canım. Yara kurban bu canım. Yara kurban bu canım. Yara kurban bu canım.
kelmadi bir meni o'ylab, qiynadi shu meni aldab, yuragim yonadi. Niyatimdan barmas, labingdan bir bo'lsa olmas, bir kun yonimda qalsam jonim, qalbim qolar. Ko'nglimni qiynadi meni jonim, yuragimni o'ynadi meni jonim. Ey jonim, ey jonim, ko'nglimni qiynadi meni jonim, yuragimni o'ynadi meni jonim. Ey jonim. Ko'zlari yalg'on, meni buncha qiynar bo'ldi, hammasi yalg'on. Sen meni bir bora o'yla, kelmadi yildada oyda, ishqimda har kuni o'ldim, kuydim, to'xtataman shu joyda. Ko'nglimni qiynadi meni jonim, yuragimni o'ynadi meni jonim. Ey jonim, ey jonim, yuragimni o'ynadi meni jonim. Yoshlar qani birga aytamiz. Hayajoning yo'q yuraging zarbida, bevafo balkidir bor qalbingni qalbida. O'zgachasan bugun sevgim oldida, yaqinlashib kelmoqdami ayrilib. Shuncha sevdim sevganlarim kam bo'ldimi? Xohlasang paydo qildim kam bo'ldimi? Aytolmaganlaring oxir jam bo'ldimi? Yaqinlashib kelmoqdami ayrilib. Yomma ayta qolgin, istadingmi keta qolgin, sen bemalol kela qolgin ayrilib. Mana birga aytamiz. Vafo ne ekanligin bilmabsan bevafo, balki jimgina kulyapsandir ravo, menga armon bo'lyapsandir davo, ko'rmay ravo ketyapsan. Bildim her bir sözün yalan iken yalan, mehr bilen bakkan gözün yalan iken yalan. Seni sevip aldandım zahrim saçar ama, yakınlaşıp kelmoqdami ayrılık. Senin kalbim keragi, arzuyum tenha tilagi, senin kalbim keragi, arzuyum tenha tilagi. Tugar sevgimni ertagi, tugar sevgimni ertagi, yaqinlashib kelmoqdami ayrilib. Yomma ayta qolgin, istadingmi keta qolgin, sen bemalol kela qolgin ayrilib. Ne ekanligin bilmabsan bevafo, balki jimgina kulyapsandir ravo, menga armon bo'lyapsandir davo, ko'rmay ravo ketyapsan. Vafo ne ekanligin bilmabsan bevafo, balki jimgina kulyapsandir ravo, menga
Canım, yara kurban bu canım, yara kurban bu canım.
sen şahsenem bulaga. Ben bulsam bari başı, sen şahsenem bulaga. Ana yüz gel gel, ana yüz gel gel, ana yüz gel gel, ana yüz gel gel. Çözeklerken pari, nazımdan aman aman. Gel yanıma gel pari, nazımdan aman aman. Çözeklerken pari, nazımdan aman aman. Gel yanıma gel pari, nazımdan aman aman. başımız Kaybolun son devrede ağır basıp taşımız Kendinde 16'da yaşardı mı yaşımız Kendinde 16'da yaşardı mı yaşımız Canlı mısız? Allah yakşı mısız? Allah var mısız ey? Allah zor mısız ey? Allah canlı mısız? Allah yakşı mısız? Allah harsın yaşan Allah uzak yaşan Allah yaşan Çalmasız Allah yakşamasız Allah bağmasız ey Allah sormasız ey Allah çalmasız Allah yakşamasız Allah karşı taşan Allah uzak yaşan Allah çalmasız yakşamasız bağmasız ey
zo'rmisiz ey avva jonimisiz avva yaxshimisiz avva qasdi tashan avva uzoq yashang avva shu qo'shiqda aytilgan edik jonli bo'ling sog' bo'ling bor bo'ling bayramlar muborak bo'lsin keyingi bayramlarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar konsert ma'qulmi chap taraf konsert ma'qulmi o'ng tarafga ma'qul menimcha chap tarafga endi o'ng tarafdan eshitib ko'ramiz ma'qulmi sizlarga salomat bo'linglar qani to'g'ridanglar zo'r hammaga sog'lik tilaymiz bayramlar muborak bo'lsin sog' bo'linglar rahmat Dilmurod Sultonov bayram e'lon muborak bo'lsin. Davom etamiz shoh-shoh qo'shiqlarimiz bilan. Qara qizlarimizga Odam qiyg'os kullagan bahor kelgan
Nazlanacaktır. Oftob kızıtıp aksır tekin yazlanacaktır. Saçlarımı taraf koy. Güler tirildi dana dana, sevip bir hana. Kuzingga to'ymagi ko'zimga, ko'zoynak bo'ldi da bahona. Sevgimiz tog'dagi chayrona, dilimni qilmadi vayrona. Ishtingga bo'ldim devona. Ay ay ay, güler tirildi dana dana, sevib bir hana. Kuzingga to'ymagi ko'zimga, ko'zoynak bo'ldi da bahona. Sevgimiz tog'dagi chayrona, dilimni qilmadi vayrona. Ishtingga bo'ldim devona. Qadam yuraman, sen tomonga boraman, o'zimniki qilaman, bo'larsan janonam. Guli guli gulmay gullar sarasi, dilimay dillar yarasi, o'zimga rom etaman, bo'lmayma janonam. Sapsariq, ochkigingdan qarab qo'y. Sapsariq, sochlarimni tarab qo'y. Güler tirildi dana dana, sevib pinhona. Kuzingga to'ymagi ko'zimga, ko'zoynak bo'ldi da bahona. Sevgimiz tog'dagi chayrona,